Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuhu. Har vaqtingiz xayrli bo'lsin. Qarindoshlar, bugungi temada ba'zi bir odamlarning so'zi boshqa, ichi boshqa to'g'risida so'zlagim keldi. 2015-yillarda vatanga borganda bir narsaga hayron bo'lgandim men. Uyg'urlarning yer uylarini buzib, binodan uy bermaymiz deb 10-15 binoni selib, chatlarini to'rab, darvozaga bir saqchini o'tirg'izib qo'yganda Xitoyning harom o'yi iniq bo'lgan. Shu uyda o'tirayotgan har bir Uyg'urni kontrol qilish uchun Selim Pashada Uyg'ur mahallasida yurgizayotgan siyosat o'xshash bo'lyotidi. Bir Uyg'urning fikri ularga qarshi chiqib qolsa, u odamga har qanday besim ishlatib, bu mahalliga kelib qolganiga ming pushaymon qilg'izib ko'chirib yetadiganға tirishadi ekan. 2026-yili 4-oyning 1-sida yangi bergan uyga ko'chib kirib oldik. Onundan keyin uyni bo'shatib bergan Habibullah Kuseni so'zdan yenib oldi deb Nurmamat Molim kelib develab turib oldi. Shu vaqtdan beri 1,5 oy bo'ldi. Kichik bolalarim bilan soğuk uyda oturyapmiz. Texi kunning isib qolgani 4-5 kun bo'ldi texi. Yangi uyga kira so'zlashmasini yezib bermayotdi. Uningsiz gaz ichilmaydi. Mushu kamgacha kirani to'liq to'layapmiz. Meni ashu ko'kirib ketgan uyda o'ta ya boshqa yerga ko'chib ket deb majburlayotdi. U ko'kirib ketgan uyda betonda sement ozlig'idan yomg'ir to'xtagandan keyin 7 kun chodirdan yana suv oqidi. Manga o'xshash besimga uchrayotgan necha oila bor. Men bu zulmga qarshi chiqdim. O'rta Osiyodan Selim Pashada yashayotgan men yolg'iz. Meni qo'llayotgan odam oz. Birlari meni qo'llaymiz desa, vatandagi tuqqanlarni lagerga so'ltib etadi deb ansiraydi ekan. Birlari chatdan kelgan yordamni kesib etadi deb ansiraydi ekan. Birlari uydan ko'chirib etadi deb ansiraydi ekan. Bu qo'qonchoqlikning ichida yashab, vatan davosini nereden qila olamiz biz? Selim Pashada yashayotgan Uyg'urlarga deydiganim, birla Allohdan qo'rqinglar. Hamma narsa Allohdan. Alloh rizq berguchi. Qo'qonchoqlik hayotni uzatmaydi, jasoratlik hayotni qisqartmaydi. Har odam o'limning ta'mini tatidi. Alloh Qur'onda mundaq deydi: "Har vaqtda haq tarafda bo'linglar. U haq sizlarga qarshi chiqsimi, ota-onangga qarshi chiqsimi, haq tarafda bo'linglar" degan. Umar roziyallohu anhu degan ekan: Qur'on o'qigan odamga aldanib qolmanglar. U odam Qur'on bo'yicha yashayotganda shuningga qaranglar. Bu talash tartish nima uchun bo'lyotdi deb tushunmaganlar burunqi videoni ko'rsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Endi biz har bir musulmon ibodat desa, kalimizga darhol namoz o'qish, zakot berish, haj qilish, tahajjud namoz o'qish, Qur'on o'qish degandek, sadaqa berish degandek ishlar kalimizga keldi. To'g'ri, ulum ibodat. Ammo men sizlarga bugun deb bermoqchi bo'lgan ibodat Allohga eng suyumli ibodat. Alloh eng yaxshi ko'radigan ibodat. U bo'lsa-mu, sunuq ko'ngillarga tasalli berish. Musulmonning qalbiga bir xushallik ato qilish. Ma u Alloh eng yaxshi ko'radigan ibodat. Ana uni men davom edim. Dalilim bor. Payg'ambar alayhisalomdan so'raldi: "Ey Allohning payg'ambari, Allohga eng suyumli kishi kim u?" debdi. "Insonlarga eng foydasi yetgan odam bu Allohga eng suyumli kishi" dedi. Yana savol so'rab: "Ey Allohning payg'ambari, Allohga eng suyumli amal qaysi?" debdi. Bir musulmonning qalbiga xushallik bag'ishlash dedi qarindoshlar. Rasululloh andan keyin so'zini davomlashtirib, masalan, birisining beshiga kun kelgan bo'lsa, uni hal qilishga kuch chiqarsan.
Agar qaz bo'lib qolsa, qazini to'lashga yordam qilasan. Agar qo'siq osh bo'lsa, bir aqash tomoq ep bersan deb bo'lib, mening masjidimda bir oy etkab qolgandan bir musulmonning bir ehtiyojini hal qilish afzal dedi. Rasulullohning masjidiga etkab qolgani bilan boshqa masjid etkab qilish o'xshamaydi darajasi. Rasulullohning ash masjidda etkab qilish, bir oy etkab qolganlar bir musulmonning ehtiyojini hal qilish dedi. Hamda dangliq olim Sufyan as-Savriymi mush sunuq qalblarga tasalli berishdek, xushallik berishdek uningdan katta bir ibodatni men bilmayman yoki shunda tasalli berish eng cho'ng ibodat degan. Demak qarindoshlarimiz, hozirgi shu musofirchilikda ko'ngli sungan, vatansizlikda ko'ngli yerim bo'layotgan, chet diyorlarda g'arib bo'lib qolayotgan, tuqqanlardan ayrilib, o'z yurtidan ayrilib, Xitoyninki zulm satanglarning dastidan ko'ngli sungan mush Uyg'ur xalqiga xushallik ato qilish hozirgi eng cho'ng ibodat. Biz bu musibatlarni fursatga aylantirishimiz kerak. Har birimiz mushu orqali Allohga eng suyumli bo'lgan bu ibodatni qilaylik. Bu ibodatni qilish uchun jiqish ketmaydi qaranglar. Az to'l iqtisodingiz ketadi. Bo'lmasa go'zal so'z va tabassum chiroy qarindoshlarimiz. Hatto bir mandaq bir chaqchaq qilish orqali bo'lsa-mu, birsini xushal qilish Allohga eng suyumli amal qarindoshlarimiz. Rasulullohning bir hadisda "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya" deb bir mu'minningki mush dunyodagi bir eg'ir beshiq kun tushgan bir masalani hal qilib qo'ysang, qiyomat kunsi Alloh seninki beshiq kun tushganda shu masalani hal qilib qo'ydi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, oz bo'lsa-mu